Bugun men pensiya olayotgan har bir fuqaro, ayniqsa nogironlik pensiyasi boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha nafaqa, yoshga doir pensiya va ijtimoiy yordam oluvchilar uchun juda muhim masalani tushuntiraman. Gap barcha pensionerlar tibbiy komissiyadan o'tishga majbur qilinadimi? Kimlar albatta tekshiruvdan o'tadi? Kimlar xavotir olmasa bo'ladi? Hujjatlar tayyor bo'lmasa qanday muammo chiqishi mumkin? Pensiya to'xtab qolmasligi uchun nimalar qilish kerakligi haqida ketadi. Bu ma'lumotni hozirroq bilib qo'yish kerak. Chunki ko'pchilik odamlar xabarni kech eshitadi. Keyin esa navbat, hujjat, poliklinika, komissiya, pensiya bo'limi orasida ovora bo'lib qoladi. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bunday mavzularni oddiy tilda, amaliy misollar bilan tushuntirib boraman. Avvalgi tartibda ko'pchilik pensionerlar pensiya tayinlangandan keyin faqat ayrim holatlarda qayta tekshiruvdan o'tar edi. Masalan, nogironlik muddati vaqtincha belgilangan bo'lsa, fuqaro tibbiy mehnat ekspert komissiyasiga qayta borishi kerak edi. Yoshga doir pensiya olayotgan oddiy pensioner esa odatda har yili tibbiy komissiyadan o'tishga majbur emas edi. U pensiyasini belgilangan tartibda olardi. Faqat manzil o'zgarsa, bank kartasi muammosi bo'lsa, vafot etgan shaxs nomidan pensiya olish holati aniqlansa yoki ortiqcha to'lov masalasi chiqsa, pensiya organlari tekshiruv o'tkazishi mumkin edi. Endi esa aholida katta xavotir uyg'otayotgan masala shuki, tibbiy komissiya tartibi kuchaytirilishi ayrim toifadagi pensionerlarning sog'lig'i nogironlik holati, davolanish tarixi va haqiqatan ham yordamga muhtojligi qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Men bu yerda eng muhim narsani ajratib aytaman. Har bir pensioner bir xil sabab bilan komissiyaga chaqirilmaydi. Barcha pensionerlar majburiy tekshiruvdan o'tadi degan gapni eshitganda odamlar buni yoshga doir pensiya olayotgan 7000 yoshli ota-onam ham pensiyasidan ayriladimi deb tushunib qoladi. Aslida masalani to'g'ri tushunish kerak. Tibbiy komissiya ko'proq sog'liq holati pensiya yoki nafaqa miqdoriga bevosita ta'sir qiladigan toifalarga tegishli bo'ladi. Masalan, nogironlik pensiyasi oluvchi shaxsning guruh sog'lig'i bilan bog'liq. Birinchi guruh, ikkinchi guruh yoki uchinchi guruh nogironlik belgilanishi pensiya miqdoriga, ijtimoiy imtiyozlarga, dori-darmon, protez, reabilitatsiya vositalari, kommunal to'lovlar bo'yicha yengilliklar va boshqa yordam turlariga ta'sir qiladi. Shuning uchun davlat bu toifadagi fuqarolarning hujjatlari to'g'ri yuritilganmi, diagnoz tasdiqlanganmi, nogironlik muddati tugamaganmi, davolash muassasalarida ko'rikdan o'tganmi degan savollarni tekshirish tabiiy. Avval ko'p holda odamlar tibbiy hujjatni bir marta tayyorlab, komissiyadan o'tib, keyin muddat kelganda yana chaqirilardi. Ayrimlar esa muddatsiz nogironlik olgan bo'lsa, ko'p yillar davomida qayta komissiyaga bormas edi. Bu tartibning qulay tomoni bor edi. Keksa, kasal yurishi qiyin bo'lgan odam har safar idora yugurmas edi. Lekin muammoli tomoni ham bor edi. Ayrim hujjatlar eskirib qolardi. Fuqaro davolanmay qo'yardi. Elektron bazada ma'lumot yangilanmas edi. Ba'zi holatlarda esa aslida sog'lig'i ancha yaxshilangan shaxs eski hujjat asosida yordam olishda davom etardi. Boshqa tomondan haqiqatan ham og'ir ahvoldagi odam hujjatni to'g'ri rasmiylashtira olmagani uchun o'ziga tegishli yordamdan foydalana olmas edi. Hozir o'zgarishlarning asosiy maqsadi shundan iborat bo'lishi mumkin. Pensiya va nafaqa tizimida adolatni kuchaytirish, tibbiy xulosalarni aniqroq yuritish, soxta yoki eskirgan hujjatlar bilan to'lov olishning oldini olish, haqiqiy ehtiyojmatlarni aniqlab, ularga yordamni to'g'ri yetkazish. Lekin amaliyotda har qanday yangi tartib oddiy odam uchun qo'shimcha tashvish keltiradi. Chunki pensionerga komissiyaga borasiz deyish oson, lekin u odam qishloqda yashasa, poliklinikagacha 25 kilometr bo'lsa, yurak kasali bo'lsa, farzandlari boshqa viloyatda ishlasa, navbatda turishga qiynalsa, bu katta muammoga aylanadi. Shuning uchun men sizga masalani ikki tomondan tushuntiraman. Birinchidan, davlat nima uchun bunday tekshiruvlarni kuchaytirishi mumkinligini bilish kerak. Ikkinchidan, fuqaro sifatida siz o'z huquqingizni, majburiyatingizni va amaliy harakat rejangizni bilishingiz kerak. Eng katta xato shuki, odamlar chaqiruv qog'ozini oladi-yu, baribir pensiyamni to'xtatishadi deb qo'rqib hech narsa qilmaydi. Yoki aksincha, men bormayman, pensiyamni hech kim to'xtata olmaydi deb e'tiborsiz qoladi. Ikkalasi ham xavfli. Birinchi navbatda nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi oluvchilar e'tiborli bo'lishi kerak. Agar sizga nogironlik ma'lum muddatga berilgan bo'lsa,
masalan 1 yilga, 2 yilga yoki 5 yilga muddat tugashidan oldin qayta ko'rikdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Bu yangi narsa emas, lekin hozir hujjatlarni elektron bazaga kiritish, shifokor xulosalarini solishtirish, davolanish tarixini tekshirish kuchayishi mumkin. Agar siz muddatni o'tkazib yuborsangiz, pensiya yoki nafaqa vaqtincha to'xtab qolishi ehtimoli bor. Keyin hujjatni tiklash uchun yana vaqt ketadi. Ikkinchi toifa sog'lig'i bo'yicha qo'shimcha imtiyoz olayotgan pensionerlar. Masalan, odam yoshga doir pensiya oladi. Lekin qo'shimcha ravishda nogironlik guruhi sababli dori-darmon, sanatoriy yo'llanmasi, protez ortopediya vositasi yoki parvarish uchun yordam oladi. Bunday holatda ham tibbiy hujjatlar dolzarb bo'lishi kerak. Men axir yoshga doir pensionerman, nega mendan tibbiy xulosa so'rayapti deb hayron bo'lish mumkin. Sababi pensiyaning o'zi emas, balki sog'liq holati asosida berilayotgan qo'shimcha imtiyoz tekshirilayotgan bo'lishi mumkin. Uchinchi toifa uzoq vaqt davomida shifokor ko'rigidan o'tmagan, lekin kasallik asosida nafaqa olayotganlar. Masalan, fuqaro 2014 yilda ikkinchi guruh nogironlik olgan. Keyin 1-2 marta davolangan, ammo oxirgi 3 yil poliklinikaga deyarli bormagan. Komissiya bunday holatda kasallik dinamikasi qanday? Ahvol og'irlashganmi yoki yaxshilanganmi? Doimiy davolanish bormi degan savollarni ko'radi. Bu yerda odamning haqiqatdan kasal ekani yetarli emas, uni hujjat bilan ko'rsatish ham kerak. 4-toifa hujjatlarida nomuvofiqlik bor fuqarolar. Masalan, pasportdagi familiya boshqa, tibbiy kartada eski familiya qolgan, manzil o'zgargan, kasallik kodi noto'g'ri yozilgan, shifokor xulosasida sanad tushmagan, analiz natijalari eski. Kasalxona epikrizida muhr yo'q. Bunday mayda ko'ringan xatolar komissiya vaqtida katta muammoga aylanadi. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam o'zini haq deb biladi. Kasalligi ham bor. Lekin hujjat tartibsiz bo'lgani uchun jarayon cho'zilib ketadi. Yoshga doir oddiy pensiya olayotgan. Pensiyasi faqat ish staji va ish haqi asosida tayinlangan fuqarolar. Odatda tibbiy komissiyaga faqat pensiya olish huquqini tasdiqlash uchun chaqirilmaydi. Chunki yoshga doir pensiya sog'liq holatiga emas, yosh ish staji badal va qonunchilikdagi shartlarga bog'liq. Agar siz oltin yoshda bo'lsangiz, 3 yil ish stajingiz bo'lsa va oddiy pensiya olayotgan bo'lsangiz, tibbiy komissiya sizning pensiyangizni bekor qilish uchun asosiy omil emas. Lekin bu umuman hech qachon chaqirilmayman degani emas. Masalan, siz pensiyaga qo'shimcha ijtimoiy yordam olayotgan bo'lsangiz, nogironlik guvohnomangiz bo'lsa, parvarishga muhtoj shaxs sifatida ro'yxatda tursangiz yoki hujjatlaringizda shubhali nomuvofiqlik chiqsa, sizdan qo'shimcha ma'lumot so'ralishi mumkin. Shuning uchun men har doim shunday maslahat beraman: xavotirni vahimaga aylantirmang, lekin hujjatlarni beparvo ham qoldirmang. Birinchi misol: Toshkent viloyatida yashaydigan 38 yoshli otaxon yoshga doir pensiya oladi. U yurak kasalligi bilan davolanadi, lekin nogironlik guruhi yo'q. Unga pensionerlar komissiyadan o'tadi degan xabar keladi. Bu otaxon darhol pensiyamni to'xtatishadi deb qo'rqmasligi kerak. Uning pensiyasi yosh va staj asosida tayinlangan. Ammo agar u nogironlik olish uchun ariza bermoqchi bo'lsa yoki qo'shimcha imtiyoz so'rasa, shunda tibbiy hujjat kerak bo'ladi. Ikkinchi misol: 59 yoshli ayol ikkinchi guruh nogironlik pensiyasi oladi. Nogironlik muddati 2025 yil noyabrda tugaydi. U sentabr-oktabr oylarida o'z oilaviy shifokoriga borib, kerakli analizlar, mutaxassislar xulosasi, kasalxona epikrizi, ambulator karta ma'lumotlarini tayyorlashi kerak. Agar u noyabr o'tib ketgandan keyin harakat qilsa, dekabr oyida to'lov kechikishi mumkin. Keyin u menga adolatsizlik bo'ldi deydi. Lekin tartib bo'yicha muddatni kuzatish ham fuqaroning mas'uliyati. 3-misol: 72 yoshli onaxon yoshga doir pensiya oladi va birinchi guruh nogiron farzandiga qaraydi. Bu holatda onaxonning pensiyasi alohida, farzandining nogironlik nafaqasi alohida masala. Agar komissiya chaqirsa, bu onaxonning pensiyasini emas, balki farzandining nogironlik holatini qayta ko'rish bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Oilalar ko'pincha shu joyda adashadi va onamni pensiyasi tekshiryapti deb o'ylaydi. 4-misol: Bir fuqaro 3-guruh nogironlik olgan, lekin oxirgi 2 yil ishlayapti, davolanishga bormagan. Tibbiy kartada yangi yozuvlar yo'q. Komissiya unga ahvolingiz qanday, kasallik ish qobiliyatingizga qanchalik ta'sir qilyapti deb savol beradi. Agar shifokor xulosalari yangilanmagan bo'lsa, uning guruhi o'zgarishi yoki qayta ko'rib chiqilishi mumkin.
Bu avtomatik ravishda pensiyadan mahrum bo'ldi degani emas, lekin hujjatsiz qolish xavfli. Eng muhim nozik jihat shuki, hamma kasalliklar bir xil baholanmaydi. Ba'zi kasalliklarda holat barqaror, qaytmas yoki og'ir bo'ladi. Masalan, ayrim amputatsiya holatlari, og'ir nevrologik asoratlar, ko'rishning juda keskin yo'qolishi, doimiy parvarish talab qiladigan holatlar. Bunday vaziyatlarda nogironlik muddati belgilanishi mumkin yoki qayta tekshiruv tartibi yengilroq bo'lishi mumkin. Lekin buni og'zaki gap bilan emas, tibbiy xulosa va qonuniy tartib bilan tasdiqlash kerak. Yana bir nozik masala. Komissiya faqat kasallik nomiga qaramaydi. Kasallikning hayotga ta'sirini ham ko'radi. Masalan, ikki odamda bir xil diagnoz bo'lishi mumkin, lekin birining holati yengil, dori bilan nazoratda mustaqil yuradi, ishlay oladi. Ikkinchisi esa tez-tez hushidan ketadi. Harakatlanish cheklangan, o'zini o'zi parvarish qila olmaydi. Shuning uchun qo'shnimda ham shu kasallik bor, unga ikkinchi guruh berishdi, menga nega bermadi? degan savolga javob har doim individual bo'ladi. Pitfall, ya'ni ko'pchilik tushib qoladigan xatolardan biri faqat eski diagnozga tayanish. Odam 10 yil oldingi kasalxona qog'ozini olib boradi. Lekin hozirgi holatini ko'rsatadigan yangi tekshiruv yo'q. Komissiya esa aynan bugungi kundagi ahvolni baholaydi. Yana bir xato, xususiy klinika xulosasini rasmiy yo'nalish va davlat tibbiy tizimidagi ma'lumotlar bilan uyg'unlashtirmaslik. Xususiy klinika tekshiruvi foydali bo'lishi mumkin, lekin komissiya ko'pincha oilaviy poliklinika, mutaxassis shifokorlar va belgilangan tartibdagi hujjatlarni talab qiladi. Yana bir nozik jihat, chaqiruvni e'tiborsiz qoldirish. Agar sizga komissiyaga kelish haqida rasmiy xabar berilgan bo'lsa, men bormasam ham bo'ladi deb o'ylamang. Bormaslik ayrim holatlarda to'lovning vaqtincha to'xtashiga olib kelishi mumkin. Agar borishga imkoningiz bo'lmasa, masalan, yotib qolgan bo'lsangiz, og'ir kasal bo'lsangiz, uzoq qishloqda bo'lsangiz, buni oldindan yozma yoki telefon orqali ma'lum qiling. Oilaviy shifokor orqali qayd ettiring. Kerak bo'lsa, uyda ko'rik masalasini so'rang. Og'zaki kasal edim degan gap keyin yetarli bo'lmasligi mumkin. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta, pensiya daftarchasi yoki pensiya ma'lumotlari, nogironlik guvohnomasi bo'lsa, uning nusxasi, tibbiy karta, kasalxona epikrizlari, analiz natijalari UZI, MRT, rentgen, EKG. Mutaxassis xulosalari, dori qabul qilish bo'yicha yozuvlar bir joyda bo'lsin. Hujjatlar eski sumkada, har xil papkada, bolalarning uyida, shifokorda qolib ketmasin. Men tavsiya qilaman. Alohida papka qiling va hujjatlarni sanasi bo'yicha joylang. Ikkinchi qadam, oilaviy shifokorga boring. Ko'pchilik to'g'ridan-to'g'ri komissiyaga boraman deb o'ylaydi. Aslida jarayon ko'pincha poliklinikadan boshlanadi. Oilaviy shifokor sizning holatingizni ko'radi, kerakli mutaxassislar yo'llanma beradi, tahlillarni belgilaydi. Ambulator kartadagi ma'lumotlarni tartibga soladi. Agar sizda yurak kasalligi bo'lsa, kardiolog xulosasi kerak bo'lishi mumkin. Qandli diabet bo'lsa, endokrinolog, asab tizimi kasalligi bo'lsa, nevropatolog, ko'z muammosi bo'lsa, oftalmolog. Har bir kasallik bo'yicha tegishli mutaxassis xulosasi muhim. Uchinchi qadam, muddatni kuzating. Agar nogironlik muddati tugashiga 2-3 oy qolgan bo'lsa, hali vaqt bor demang. Chunki analiz topshirish, mutaxassisga kirish, kasalxonadan epikriz olish, komissiyaga navbat olish vaqt oladi. Ayniqsa qishloq joylarda yoki tuman markazida mutaxassis haftada 1-2 kun qabul qilsa, jarayon cho'ziladi. Eng to'g'ri yo'l. Muddat tugashidan kamida 6 kun oldin tayyorgarlikni boshlash. 4-qadam, yozma iz qoldiring. Agar sizdan hujjat so'rashsa, nimani, qachon, qayerga topshirish kerakligini aniqlab oling. Agar ariza yozish kerak bo'lsa, arizada ism sharif, JSH, manzil, telefon raqam, murojaat mazmuni, ilova qilinayotgan hujjatlar ro'yxatini aniq yozing. Hujjat topshirganda imkon bo'lsa, qabul qilinganini tasdiqlovchi qayd yoki raqam oling. Bu keyin men topshirgan edim, ular yo'qotdi degan nizolarning oldini oladi. 5-qadam, farzandlar va yaqinlar yordam bersin. Keksa odamning o'zi hammasini tushunishi qiyin bo'lishi mumkin. Farzandlar oyim, dadam pensiya oladi, o'zi hal qiladi deb chetda turmasin. Telefon raqamlarini yozib bering. Hujjat papkasini tayyorlang. Poliklinikaga birga boring. Shifokor aytganlarini daftar qilib yozing. Ayniqsa eshitish past ko'rish yomon. Xotirasi susaygan pensionerlar uchun yaqinlar yordami juda muhim. 6-qadam, agar rozi bo'lmasangiz, shikoyat qilish huquqingiz bor.
Komissiya xulosasi sizga noto'g'ri ko'rinsa, darhol janjal qilish emas. Qonuniy yo'l bilan qayta ko'rib chiqishni so'rash kerak. Avval xulosani yozma shaklda oling yoki uning mazmunini aniqlang. Keyin yuqori turuvchi komissiyaga, tegishli sog'liqni saqlash organiga yoki pensiya masalasida vakolatli idoraga murojaat qilish mumkin. Arizada men kasalman, yordam bering deb umumiy yozishdan ko'ra aniq dalillarni yozing. Qaysi diagnoz, qaysi shifoxona, qaysi sana, qaysi tekshiruv natijasi. Komissiya nimani hisobga olmagan. 7-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Bunday yangiliklar chiqqanda men komissiyasiz hal qilib beraman. Guruhingizni saqlab qolaman. Pensionerlar ro'yxatida tanishim bor deydiganlar ko'payadi. Pul berib hujjat hal qilishga urinmang. Bu nafaqat noqonuniy, balki keyin o'zingizga zarar bo'lishi mumkin. Eng kuchli himoya bu toza hujjat. Real tibbiy asos va rasmiy tartibga amal qilishdir. Agar siz nogironlik pensiyasi olayotgan bo'lsangiz, eng katta xavf muddatni o'tkazib yuborish va komissiya bormaslikdir. Pensiya organlari tibbiy xulosa muddati tugaganini ko'rsa, to'lovni davom ettirish uchun yangi asos talab qilishi mumkin. Shuning uchun kalendarga belgi qo'ying, telefoningizga eslatma qo'ying, farzandingizga ayting. Hujjatdagi amal qilish muddatini o'qib chiqing. Ba'zilar guvohnomani olib, ichidagi sanaga qaramaydi. Keyin muammo paydo bo'ladi. Agar siz yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, asosiy vazifangiz shaxsiy ma'lumotlaringizni to'g'ri yuritish. Pasport yangilansa, manzil o'zgarsa, bank kartasi almashsa, tegishli idoralarga xabar berish. Agar qo'shimcha imtiyozlaringiz bo'lsa, ular bo'yicha tibbiy hujjatlarni yangilab boring. Har qanday xabarni eshitib vahimaga tushmang, lekin rasmiy manbadan aniqlashtiring. Agar yotib qolgan, harakatlana olmaydigan pensioner bo'lsa, yaqinlari shifokor bilan bog'lanib, uy sharoitida ko'rik, tibbiy ma'lumotnoma yoki komissiyaga borish imkoniyati yo'qligi bo'yicha tartibni so'rash kerak. Bunday odamlarni o'zi bora olmaydi, demak to'xtab qoladi deb tashlab qo'yish mumkin emas. Tizimda og'ir ahvoldagi fuqarolar uchun alohida yondashuv bo'lishi kerak, lekin uni ishga tushirish uchun murojaat qilish zarur. Men tomoshabinlarga alohida aytaman. Telefon orqali kelgan har qanday xabarga ishonib ketmang. Pensiyangiz bekor bo'ladi. Mana shu raqamga pul o'tkazing. Komissiya ro'yxatini chiqarib beramiz. Karta ma'lumotini ayting degan qo'ng'iroqlar firibgarlik bo'lishi mumkin. Hech kimga bank kartangiz parolini, SMS kodini, plastik karta ma'lumotlarini bermang. Rasmiy masala bo'lsa, sizni poliklinika, mahalla, pensiya organi yoki tegishli idora orqali chaqirishadi. Hujjatli tartib bo'ladi. Demak, masalaning mohiyati shunday. Tibbiy komissiya haqidagi xabarni e'tiborsiz qoldirish ham, haddan tashqari vahimaga tushish ham noto'g'ri. Yoshga doir oddiy pensiya olayotganlar odatda pensiya huquqini tibbiy komissiya orqali isbotlamaydi. Lekin nogironlik pensiyasi, sog'liq holati bo'yicha nafaqa, qo'shimcha imtiyoz yoki parvarish bilan bog'liq to'lovlar bo'lsa, tibbiy hujjatlar tartibli, yangilangan va rasmiy bo'lishi shart. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq hujjatlaringizni ko'zdan kechiring. Nogironlik muddati qachon tugashini tekshiring. Oilaviy shifokor bilan bog'laning. Kerakli analiz va xulosalarni oldindan tayyorlang. Agar chaqirib kelsa, uni chetga surmang. Agar qarorga rozi bo'lmasangiz, qonuniy tartibda yozma murojaat qiling. Eng muhimi, o'zingizga tegishli pensiya va nafaqani saqlab qolish uchun harakatni vaqtida boshlang. Sizningcha, pensionerlarni bunday tartibda tibbiy komissiyadan o'tkazish adolatlimi yoki keksa odamlar uchun ortiqcha qiyinchilikmi? Fikringizni izohlarda yozing. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men keyingi videolarda ham pensiya, nafaqa, imtiyoz va hujjat masalalarini oddiy, tushunarli va amaliy tarzda tushuntirib boraman.